Uzi tarixi Ikkinchi jahon urushiga borib taqalishini bilarmidingiz? Ya'ni ultra tovush tekshiruvi apparatlarini ixtiro qilish tarixi Ikkinchi jahon urushiga borib taqaladi. Sababi Ikkinchi jahon urushida sonar texnologiyasi qo'llanilgan. Sonar texnologiyasi nima? Sonar texnologiyasi suyuq muhitlarda, masalan, suvda, suv ko'rinmaydigan suv osti kemalarini yoki bo'lmasam suv ostida har xil bomba yoki to'siqlarni aniqlash maqsadida kemalarda maxsus moslamalar tovush to'lqini jo'natgan suvning ichiga. Va undan qaytgan to'lqinni qabul qilib turib, o'sha yerda birorta to'siq bormi yoki yo'qmi degan savolga javob berishgan. Buni sonar texnologiyasi deyiladi. Keyinchalik 1950-yillarda olimlar shu texnologiyadan ilhomlanib Uzi apparatlari ixtiro qilishgan. Dastlabki Uzi apparatlari juda ham katta bo'lgan va boshida asosan organizmdagi yirik o'smalar, ya'ni o'sha hosilalarni aniqlash maqsadida qo'llanilgan. Keyinchalik bu texnologiyani rivojlantirib, hozirda juda ham aniqlikda, ya'ni homilani yuragidan tortib o'zimizning tanamizdagi terigacha Uzi apparati ko'ra oladi.